Ko'krakdagi og'riqlar. Yoshmi, qarimi, talabami yoki shifokormi yoki oddiy odammi? Barchaning agarda ko'kragi og'rib qolsa, birinchi bo'lib xayoliga keladigan narsa bu yurak hisoblanadi. Ya'ni hamma yuragim og'rimayaptimi degan qo'rquvga tushadi. Xo'sh, ko'krak sohasidagi og'riqlar yurakdanmi yoki boshqa narsadanmi? Buni qanday qilib farqlash mumkin? Xuddi shu masalani bugun sizlar bilan ushbu ma'ruzada ko'rib chiqamiz. Ushbu ma'ruzadagi barcha ma'lumotlar 2024-yilgi Yevropa kardiologlar jamiyatining surunkali koronar sindromlar menejmenti bo'yicha qo'llanmasidan olingan. Ushbu yilgi qo'llanmada avvalgi yillardagidan farqli ravishda aynan shu bemorning shikoyatlari, simptomlari masalasiga chuqurroq to'xtalingan va og'riqning xarakteri, davomiyligi to'liq ko'rib chiqilgan. Demak, ushbu chizma berilgan, ya'ni bizdagi bo'layotgan ko'krak sohasidagi og'riqlar yoki hansirash yurak hisobiga bo'lyaptimi yoki yurakdan bo'lish ehtimoli kamroqmi? Ya'ni surunkali koronar sindrom hisobigami yoki surunkali koronar sindrom hisobiga emasmi? Shuni farqlashni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, simptomlar ko'krakdagi diskomfort va hansirash. Bu ikkovi bir-biri uchun alternativ hisoblanadi va shu ikkovini birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. Ko'krakdagi diskomfortning sifati bo'yicha quyidagi belgilar ko'krakdagi diskomfortning yurakka bog'liqlik ehtimolligini oshiradi. Birinchi, bo'g'uvchi, siquvchi og'riqlar yoki ko'krak sohasidagi bosim yoki og'irlik hissi nimadir bosib turgandek bo'ladi. Ehtimolligini kamaytiruvchi belgilar: og'riqning kuydiruvchi bo'lishi, o'tkir bo'lishi, yirituvchi shaklda bo'lishi, plevritik og'riqlar bo'lishi yoki simillab turadigan mayda og'riqlar bo'lishi yurakdan bo'lish ehtimolligini kamaytiradi. Og'riqning sohasi va o'lchami ham bizga og'riqni klassifikatsiya qilishda yordam beradi. Og'riqning tosh orti sohasida bo'lishi, chap qo'l, bo'yin yoki kurak osti sohalariga tarqalishi va og'riq sohasining odam mushti o'lchamida bo'lishi bu og'riqning yurakdan bo'lish ehtimolligini oshiradi. Og'riqning ko'krak qafasining o'ng tarafida bo'lishi, ko'chuvchi xarakterda bo'lishi, katta soha og'rishi yoki kichkinagina nuqtacha og'rishi og'riqning yurakdan bo'lish ehtimolligini kamaytiruvchi belgilar hisoblanadi. Og'riqning davomiyligi bo'yicha farqlari: og'riq qisqa bo'lsa, ya'ni jismoniy yoki hissiy zo'riqish hisobiga chaqirilgan bo'lsa, 5-10 minutgacha davom etadigan bo'lsa, bu yurakdan bo'lish ehtimolligini oshiradi. Og'riq uzoq davom etsa, uzoq cho'zilib davom etsa, bu yurakdan bo'lish ehtimolligini kamaytiruvchi belgi hisoblanadi. Og'riq qanday chaqirilishi bo'yicha farqlari: og'riq jismoniy harakatda chaqirilsa yoki sovuq havo, kuchli shamollar vaqtida yoki kuchli ovqatlanishdan keyin ko'p uchrasa, ya'ni shu vaqtlarda ko'proq chaqirilsa yoki ruhiy zo'riqish hisobiga, xavotir, jahl, qo'zg'alish yoki qo'rqinchli tushlar hisobiga chaqirilsa, bu og'riqning yurakdan bo'lish ehtimolligini oshiradi. Og'riq tinch holatda kuzatilsa, chuqur nafas olganda yoki yo'talganda kuzatilsa yoki qovurg'alar yoki toshga bosilganda kuzatiladigan bo'lsa, bu og'riqning yurakdan bo'lish ehtimolligini kamaytiradigan holatdir. Og'riqning yengillashi, ya'ni nima qilsa og'riq kamayadi. Zo'riqish to'xtagandan keyin 1-5 minut ichida o'zi kamaysa yoki til ostiga nitroglitserin tashlagandan keyin yengillashning tezlashishi kuzatiladigan bo'lsa, bu og'riqning yurakdan ekanligiga dalolat beradi. Agar og'riq antitsidlar yoki sut ichgandan keyin kamayadigan bo'lsa, bu og'riqning yurakdan bo'lish ehtimolligini ancha kamaytiradi. Og'riq haqida gaplashib chiqdik. Endi hansirash. Odam hansiragan paytda hansirashning holatiga qarab turib, yurakdanmi yoki yurakdan emasligini farqlashimiz mumkin. Demak, hansirashning sifati: nafas olish qiyin, chaqiruvchi omil zo'riqish, xuddi og'riq kabi jismoniy yoki ruhiy zo'riqishdan keyin paydo bo'lsa,
va yengillashishi ham zo'riqish to'xtagandan keyin tezda yengillashadigan bo'lsa, bu hansirashning yurakdan bo'lish ehtimolligi yuqori. Agarda hansirash nafas chiqarish qiyinligi bilan kechsa, xiralash bilan keladigan bo'lsa, chaqiradigan omil tinch holatda ham, zo'riqqanda ham bo'laversa yoki yo'talganda paydo bo'ladigan bo'lsa, yengillashishi bo'lsa tinch holatda yoki bronxodilatator ingalyatsiyasidan keyin asta-sekin kamayadigan bo'lsa, bu hansirashning yurakdan bo'lish ehtimolligini kamaytiradi. Og'riq va hansirashning yurakdan bo'lish ehtimolligini yuqoriligi aniqlanishi bu og'riq va hansirash aynan yurakdan bo'lyapti degan fikrni bermaydi. Buni aynan yurakdan yoki yo'qligini bilish uchun chuqurroq tekshiruvlar, qo'shimcha shu yurakni tekshiruvchi qo'shimcha tekshiruvlardan o'tish talab qilinadi. Agarda bemorlaringizda yoki o'zingizda yurakka shubha qiluvchi og'riqlar paydo bo'ladigan bo'lsa, ularni chuqurroq tekshiruvga yuborish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizni kuzatib boring. Uzbek Scientific'dan uzoqlashmang.